To'lagan samolyotga chiqmagan, chunki jarohat bilan o'sha paytlarni o'tkazayotgan To'lagan aka samolyotga chiqmay qolgan. Lekin To'lagan Isoqov 79-yildan keyin futbol o'ynashni yig'ishtirishni boshlagan. Yig'ishtirib qo'ya qolgan, chunki juda ko'p bora intervyularda aytardi To'lagan Isoqov, men mana bu jarimadan keyin jamoalarning tarkiblariga e'tiboringizni qaratib o'taman demoqchi edim, biroq to'p darvoza to'riga borib tushyapti. Birinchi daqiqadayoq to'p darvoza to'riga borib tushdi. Xo'sh, nima uchun inobatga olinmayapti? Ofsayd bor ekan. Ofsayd bor ekan. Bilasizmi? Borib ko'radi. Inobatga olishi ham mumkin. Mutaxassislar bilan fikr almashganimizda ham hakam uni qabul qilsa ham, buni qabul qilsa ham, ya'ni qaror borasida unisi yoki bunisi to'g'ri degan taqdirda ham baribir qabul qilishimizga to'g'ri keladi deb fikr aytib o'tirgan. Va gol inobatga olindi. Gol inobatga olindi. Boya bejiz aytganim yo'q, inobatga olinishi ham mumkin deb, chunki yana bir bor aytaman, jarimadan to'p o'yinga kiritilayotganda o'yindan tashqari holatda Shohruz Norxonov bor edi va Shohruz Norxonovning yo'nalishi bo'ylab to'p uzatildi, lekin yetib bormadi. To'pni o'z darvozasiga kiritib qo'ydi mehmonlar jamoasi vakili Kristian Novak. Mana o'sha lahza so'radi Norxonov o'sha nuqtaga. Biroq uning daxli yo'q bu zarbaga. Lekin boshqa biror hakam mana shu holatda Norxonov ofsaydda edi. Jamoada yo'q. Zo'r o'tish bo'ldi Andijondan. U yog'i qanday bo'ladi? Yuqorida yetkazib berildi, bosh bilan berilgan zarba. Zarbani amalga oshirgan Usmonali Ismonaliyev. Aniq edi zarbasi, lekin Sanjar Quvvatov. Qaytadan ko'ramiz. Ismonaliyevning goli, gol emas, zarbasi. Mezbonlar tezkor golga ega bo'lishdi. Ismonaliyev zarba chap oyoqda. Chindan ham hisob ochilgandan keyin mana e'tibor bering, to'p nazorati borasida 33-67. Mehmonlar 2 baravar ustunlikka egalar. Qizilqum hisobni ochdi-yu, ammo u yog'iga Andijon bu hisobga norozi va Andijon ko'proq to'p nazoratiga ega, hujumga yaqinroq o'ynayapti. Bu yerda penalti yo'q. Yoki berdimi hakam? Hakam nuqtaga ishora qildi shekilli. Shahzodbek Rahmatullayev penalti ishladi. Ko'ramiz. Ofsayd borasida mutlaqo muammo yo'q. Hammasi risoladagidek. Mana bu kadr yaqqonroq ko'rsatib berish kerak. Varga qarab ketyapti shekilli. Bu boshqa nuqta-ku. Mana buni seni tekshirilyapti. Abubakir Ashurov. Yo'q. Mana nima uchun? Keyin esa to'p oldirildi. Otabek Jo'raqo'ziyev. Yana ochilishi mumkin Otabek. Ajoyib! Himoyachini tezlikda orqada qoldirdi Usmonali. Yana bir bor ko'ramiz. Darvoqe Usmonali Ismonaliyevning oktyabr oyida urgan gollardan biri, oktyabr oyining eng chiroyli gollaridan. Yuqoridan to'p jarima maydoniga yetkazib berilyapti. Bosh bilan zarba va birinchi taym yakunlanish arafasida hisob tenglashmoqda. Damir Temirov mehmonlar jamoasi sardori ikkinchi qavatda yutib ketdi. 1-1. Temirov birinchi davra o'yinida assistni o'z hisobiga yozib qo'ygandi. Shohjahon Yorqinboyevning golida mana bu yerda Abdumannonov to'pni yetkazib beryapti.
Uchrashuvda hisob tenglashdi. Andijon jamoasi juda bir qiyinchilik emas, shunchaki joyidan yugurmadi ham, joyidan baland sakradi. Bosh bilan to'pga zarba berdi, darvozaga joyladi. Yana bir olisdan berilgan zarba. Boshqacharoq funksiyani bajarmoqda. U ko'pincha hujumchi ortida o'ynardi. Va bo'ldi, qadrli do'stlar. Taym yakuniga yetganligini ma'lum qilib, Ilgiston Tashrif hushtak chaldi. Ikkinchi taym boshlanishi arafasida va ikkinchi taymga ruxsat berildi. Qadrli futbol ishqibozlari, Monitor oldiga borib, lahzalarni qaytadan ko'rib chiqqandan keyin hozir xavfli vaziyat yuzaga kelmoqda. Zarba! Andijon hozir hisobda oldinga chiqib olishi mumkin edi. Juda qulay imkoniyatga ega bo'ldi-yu. Otag'uziyevning zarbasidan keyin to'p raqiblardan biriga tegib chiqib ketdi. Birinchi taymda to'p nazorati borasida Andijonning yaxshigina ustunligi sezilib turgandi, lekin ikkinchi taymda esa holat boshqacharoq. Bu safar o'zgacharoq yo'l tutishdi. Darvozaga aniq borganida to'p nazorati borasidagi ko'rsatkichi yana ko'tarildi boya. 41 ga 59 edi, hozir 39 ga 61. Imkoniyat bor. Qizilqumda zarba va jonliroq tepish kerakmidi, tezroq tepish kerakmidi. Xullas, Shohruz Norxonov yana ham o'zi uchun vaziyatni qulaylashtiraman dedi-yu, fursatni qo'ldan boy berib qo'ydi shekilli. Va baribir Shohruz Norxonov to'pni darvozaga joylashga muvaffaq bo'lmoqda 72-daqiqada. Gol urish uchun to'p nazoratiga ega bo'lish shart emas va buni yana bir bora Qizilqum isbotlayapti. Birinchi urinish muvaffaqiyatli chiqmadi. Miyich juda xursand bo'lyapti Doshan Miyich. Tepgan to'pi qaytarib yuborildi. Bu yerda ofsayd yo'q. Norxonov, Shohruz nozik nuqtani topdi. Avval boshda ofsaydda turgandek edi, sal oldinroqqa chiqayotgandi, lekin to'xtadi. Pauza ushladi toki Miyich zarba bergunga qadar. O'sha zarba berish chog'ida ofsaydda emasdi. Joy tanlashni ham qo'yiladi Shohruz. Yengilgina zarba berishni ham qo'yiladi Shohruz. Doniyor Abdumannopovga kirdi, bosh bilan berilgan zarba, keyingisi esa yo'q. Mana bu olisdan berilgan zarba final hushtakini chalib bo'ldi Ilgiston Tashrif. Bahs yakuniga yetganligini ma'lum qilmoqda.